Darhaqiqat musofirlar uchun yangi qonun Rossiyaga boradigan yoki Rossiyaga endi borgan yoki Rossiyaga bormoqchi bo'lgan aka-opa singillarimizga juda ham muhim xabar. Iltimos videoni manfaatli bo'lishi uchun, hamma bu narsani bilib, ogoh bo'lishi uchun iltimos videoga maksimal like bosib tarqatavringlar. Hamma bilsin, hamma ko'rsin, yangi qonun 5-fevraldan kuchga kirdi. Rossiyaga yangi kirib kelayotgan aka-opa singillarimiz yoki endi Rossiyaga kirib kelgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, sizlarga endi registratsiya qilish faqat 1 oyga xolos. Ya'ni siz to patent olguningizgacha 1 oylik registratsiya qilishingiz mumkin ekan. 3 oylik endi qila olmaysiz, 1 yillik qila olmaysiz. Faqat 1 oylik qilasiz. Patentni olib bo'lganingizdan keyin, ana undan keyin 3 oylik yoki 1 yillik qilib proдление qilishingiz mumkin. Mana bu narsani ko'pchilik bilmayapti. Hozir mana bizda registratsiya xizmati bor. Ya'ni Avaz akamiz mana +7964 745 11 11 raqamiga WhatsApplarimiz ham ulangan. Promoy aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Sizlarga o'sha 1 oylik registratsiya kerakmi yoki 70 kunlik registratsiya kerakmi yoki 90 kun bazada turadigan registratsiya kerakmi? Iltimos faqat mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, pulinaga kuyib qolmaysizlar. Chunki hozir kunda juda ham ko'p moshenniklar bundan foydalanib sizga birinchi oyda hech kimga yangi kelgan odamga 3 oylik bazada turadigan registratsiya qilib bo'lmaydi. Sizdan 3 oylikning pulini olib 1 oylikka qilib beradi xolos. Shuning uchun men sizlarni ogohlantiryapman. Bilib olinglar. Rossiyaga yangi kelgan odam to patent olmagungacha 3 oylik bazada turadigan registratsiya qila olmaysiz. Mana menga ishonmasangiz, ekranda nomerga telefon qiling, sizlarga daskalarni qonunlargacha ko'rsatib beradi. Shuning uchun ogohlikka chaqirib qolyapman. Aldanib qolmang. Kimdir siz Rossiyadan kelganlarni sveji miya bo'ladi-da, aldash oson bo'ladi. Hech nimani tushunmaydi deb ko'pchilik moshenniklar hozir bundan foydalanib 3 oylik bazada turadigan registratsiya pulini olib turib, sizga 1 oylik bazada turadigan registratsiya qilib beradi. O'shanda ham 1 oyligi tursa, ana undan keyin siz u odamni hayotda topa olmaysiz. Lekin siz oldindan pulni berib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun iltimos, xalqni o'ylab, xalqni cho'ntagidagi pulini moshenniklarga tushib qolishdan saqlanish uchun shu videoni maksimal tarqatinglar. Hamma bilsin, endi faqat O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan yangi kelgan akalarimiz faqat 1 oylik bazada turadigan registratsiyani mana bu inson orqali qildiringlar va 1 oylikni pulini beringlar. 3 oylikni emas. 1 oy patent olganingizdan keyin shu registratsiya bilan. Undan keyin yana telefon qilib, keyin 3 oylikka olsanglar bo'ladi. Shuning uchun maksimalni ogoh bo'linglar. Hamma bu narsani bilsin. Aldanib qolmanglar. Qiynalib, peshona teringlar bilan topgan pullarni qaysidir moshenniklarga aldanib berib qo'ymanglar. Bu yangi qonun 5-fevraldan amalga kuchga kirdi. Hozir amalda o'sha. Shuning uchun sizlar yangi keldinglarmi? Bo'ldi, 3 oylik bazada qilib beraman deganlarga ishonmasdan 1 oylikka pul to'lab 1 oylikni olinglar, keyin 3 oylikka o'tib olasizlar 1 oydan keyin albatta. Shuning uchun maksimal ogoh bo'lib, videoni maksimal tarqatamiz, ogoh bo'lamiz. Biz tavsiya qilgan insonlar bilan aloqa qilsanglar, ya'niki o'shalarga murojaat qilsanglar, shunda sizlar cho'ntagilardagi pulinglarni shunchaki havoga sovurmagan bo'lasizlar. Biz uchun buning uchun, ya'ni musofirdagilarni aldanib qolmaslik uchun tun-kun xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhurda musofir bo'ldim.